Oxirat yaqinmi bilmayman, qanaqa zamonga qoldik. Ona yosh katta. Bolasi bor qiziga aytgan, qizim bo'ldi, qayta erga tegyapsan, atrofingda begona erkaklarni yig'ishtir endi desa, qiz o'zini onasi va ukalarini yaqinlaridan voz kechgan. Ko'ryapsizlarmi, qanaqa zamonga keldik. Bu gapga men ishonmasdim, ammo videosini o'sha голосовойlarini, ovozlarini o'zimni quloqim bilan eshitmagunimcha ishonmadim, lekin ko'rgandan keyin astag'firulloh deb mana shunday yoqamni tishladim. Xullas, qiz onasi unga to'g'ri yur deb aql o'rgatib, ko'proq aql o'rgatganiga onasini uydan haydagan, jigarlaridan voz kechgan va yana onasiga bergan shubalarini, qimmatbaho narsalarini, tillalarini, hamma narsani onasidan tortib olgan va onasini haydagan. Eng qizig'i, ona shu hodisadan keyin kasal bo'libdi. Kasal bo'lib pul kerak bo'lgan mahalda endi ukalari topa olmagan va o'sha qizga chiqishgan. "Ey, pul kerak, sen ham pul qo'shqacha 1 million bo'lsa ham" desa, u qizi puli ko'p bo'lib turib, onasiga 1 gram ham yordam bermagan. Endi azizlar, bitta narsa aytaman, dunyo matohini ol. U dunyo matohi topiladigan narsa, u topiladigan narsa, lekin ona-ku. Meni ham bolam bor, kechasi bilan qanaqa bedor qarashimni bilaman-da. Xullas kalom, buni nima uchun aytyapman? Ahamiyatli bo'linglar. Hammani ham yuzi ko'ringandek asli boshqacha bo'ladi. Hamma narsani bilib bilmasdan turib xulosa chiqarmanglar. Tashqi ko'rinishiga qarab, tangani ikkinchi tomoni ham bo'ladi. Shu sababdan har doim farzandlarga chiroyli tarbiya beringlar. Ularning orasida mol, dunyoni emas, bir-birlariga muhabbatni o'rgatinglar. Hozir o'sha qiz o'zini onasidan oqpadar bo'lgan. O'sha inson. Bu endi bilasizlarmi, oqpadar degani bu oxirat kuydi deganida. Payg'ambarimizning ummatlari bir-birimizga mehr oqibat deyilganda islomda ham. Pul, mol dunyo, uy, mashina, boshqa narsa u o'tkinchi, lekin mehr oqibat bu siz bilan bo'ladigan narsa. Shuning uchun men Telegram kanalimga o'tib mana shunday hammasini batafsil yoritib boraman va mana shu bo'yicha kichkina farzandlarimiz bir-biri bilan ko'p urushmasligi uchun ahil qiluvchi video darsliklar tayyorlayapman. Hoziroq o'shanga o'tib, video darslikni ko'rib farzandingizga qildirsangiz bo'ladi.